odamlarni olib ketish xizmati bo'yicha fikringiz qanday? Bizning mahallada Xudoga shukr yaxshi. Mana yaqinda kelib ketishuvdi, oddiy kuni, yakshanba kuni kelishuvdi, bugun yana kelishyapti. Musor to'plashga ulguryapti bizni. Bir haftada bir marta kelardi. Hozir bir haftada 3 marta kelyapti. Kamchilik yo'q, rahmat. Yaxshi ishlashyapti. Bir haftada 2 marta kelib turishdi. Vaqtida olib ketishadi, haftada 2 marta. Mana seshanba, juma kunlari. Hozir 2 marta kelishyapti haftasiga. Vaqtida kelyapti. Lekin oldin bir haftada bir marta kelardi, hozir mana bir haftada 3 marta kelyapti.